Türkiye, Xitayning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarata ilib berayotgan kishilik huquq tajovuzchilarini tanqid qilgandan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi inkos qaytardi. Xitoy Turkiyaning Sharqi Turkiston haqida tuhmat qilganligini va Turkiyaning boshqacha g'arzi borligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Gang Turkiyadagi ba'zi kishilarning yaqindan buyon Xinjiang haqidagi haqiqatlarni ko'rmaganligini, mas'uliyatsiz va g'alati bayonotlarni berganligini aytdi. Xitoyning Turkiyadagi qo'li bo'lgan Vatan partiyasi hay'ati Beijingdan keyin Sharqi Turkistonga berib turli faoliyatlarga qatnashdi. Atalmış Millatlar İttifaqlığı temisidagi yig'inda so'z qilgan Doğu Perinchak, Amerikaning G'arbiy Osiyoni bir terrorlik uvusiga aylantirganligini, Turkiya bilan Xitoyning bir-biriga ishonish kerakligini aytdi. İyi Partiya guruhi raisi Lutfi Turkan va Umid O'zdaq qatorliq millat vakillari Xitoy zulmiga uchrayotgan Uyg'urlar haqida Tashqi ishlar ministri Mevlut Cavusho'g'li bilan ko'rishdi. Shuning bilan birga Uyg'urlarga bo'lgan diqqat e'tiborining ishishi bilan bearam bo'lgan Xitoydan yolg'on bayonotlar kelishga boshladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Gang Turkiyadagi ba'zi kishilarning yaqindan buyon Xinjiang haqidagi haqiqatlarni ko'rmaganligini, mas'uliyatsiz va g'alati bayonotlarni berganligini aytdi. Hindiston taratqullarining yuqori darajalik mudofaa amaldorlaridan naql qilib xabar qilishicha, Hindistonning Jammu Kashmirda Mi-17 tipli harbiy tikuchari tushirilgan. Voqeada havo armiyasining 6 nafar xodimi va bir fuqaro hayotidan ayrilgan. Bu harbiy aeroplanning Pokistonning Karachi shahrini bombardimon qilmoqchi ekanligi aytilmoqda. Shuning bilan birga Hindistonga qarshi mudofaa holatiga o'tgan Pokiston uzun mezgillik havo mudofaa sistemasini harakatga kirgizganligini bildirdi. Shundaqla Pokiston tunugun kech taraflarda Karachida 3 qatim portlash ovozi anglanganligini bildirdi. Misr poytaxti Qohiradagi asosiy vokzalda o't ofati yuz berdi. O'lgan va yaralanganlarning borligi ma'lum. Voqeada oz deganda 20 kishining o'lganligi va 40 dan ortiq kishining yaralanganligi bildirildi. O'lim sonining oshadiganligi mo'ljallanmoqda. Voqea yuz bergan Ramses vokzalga ko'p sonda o't o'chirish va jiddiy qutqizish xodimi avatildi.